Bahor hamda go'zal Navro'z kirib kelishi sababi bilan biz qarindoshlar bilan yig'ilib sumalak qilishga qaror qildik. Biza taxminan 7 kilocha bug'doy ishlatdik. Bug'doylarni videoda ko'rsatilgandek qilib birinchi terdik, yaxshilab yuvdik hamda nam holatida qorong'u xonaga, stol ustiga yoyib qo'ydik va vaqti bilan ustiga suv sepib, unib chiqishini ta'minlab turdik. Ko'rib turganingizdek, bug'doyimiz juda ham chiroyli bo'lib unib chiqdi. Unib chiqqan bug'doylarni shunaqa qilib ajratib, мясорубкаdan chiqarib oldik. Maydalangan bug'doylar ustidan suv quyib, shirasi chiqishi uchun olib qo'ydik. Shirasi chiqib ulgurgan bug'doylarni doka yordamida suzib oldik. Shu protsessni 3 marotaba qayta takrorladik. Shu orada mazali cho'zmalar pishirishga hamda jiyanchalarni ishlatishga ham ulgurdik. Qozonga oz miqdorda yog' qo'shdik hamda bug'doy shirasi suviga unni yaxshilab vinchik bilan aralashtirdik hamda yog' ustidan shu massani quyib, qozonni tagini yoqdik. Sumalagimiz ham qaynab chiqdi. Uni tinmay aralashtirib, ustiga bug'doy shirasi suvidan qo'shib, tagiga olovlarni yoqib, kechasi bilan navbatchilikda turib chiqdik. 12 soatdan oshiq qaynagan sumalagimizni yopish navbati ham keldi. Endi uni tagiga olovlarni olib tashab, ustini yopib 3 soatga dimlab qo'ydik. Ko'rib turganingizdek rangi juda ham chiroyli chiqdi. Ta'miga bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutaman. Navro'z barchangizga muborak bo'lsin.